Assalamu alaikum Uyghur qarindoshlar. Biz musibetlik xabarni vatandan, xo'sh xabarni Amerikadan kutishga odatlanib qoldik. Bugun mu Amerikadan biz Uyg'urlar uchun nihoyatda muhim bir xo'sh xabar keldi. Ya'ni tunigun Amerika Davlat bexatarlik ministrligi Sharqi Turkistondagi Bingtuanda ishlab chiqarilgan paxta va paxta mahsulotlari, tekstil, yani hozir kiyim, bütün hani ichiga paxta ipi aralashgan bütün tekstil mahsulotlarini Amerikaning barliq tamojnalarida, yani tamojna ig'izlarida tutib qilish buyrug'ini chiqadi. Bu şu 3 ay ichida 6. qitim Sharqi Turkistonda mecburi emgakda, yani Uyg'urlarni qul emgagida ishlatayotgan Sharqi Turkistonda va Xitoy ichida fabrika va zavodlarga qo'yilgan 6. qitimliq embargo hisoblanadi. Haqiqatan bu Xitoy iqtisodiga bo'libmi, yolg'iz Sharqi Turkistondagi Xitoy tekstil şirketlerine emas, bütün Xitoydagi yani kiyim-kechak tekstil şirketlerine büyük bir zarba urilgan bo'ldi. Hakikaten Sharqi Turkistondagi paxta ve paxta to'qimachilik mahsulotlarining ichiga Uyg'ur milletining qon ve ko'z yoshi sinib ketgan. Bu her qandaq g'arb dunyosida demokratiyani, erkinlikni yakalagan devlet ve insanlar için Xitoyning bu mallarını elish Müslümanlar için haram ve Müslüman bo'lmaganlar için de vicdanga uygun bo'lmagan bir ticaret hisoblanadi. Amerika 9. ayda, hatta 7. ayda Xitoyning birmuncha tekstildan boshqa elektronik shirkatlarga bundaq embargo qo'ygan. Bunun ichida kompüter parçalarını ishlaydigan ve kameraning iç nazuk asablarını ishlaydigan shirkatlarga bu embargoni qo'ygan. Hozirgi bu embargo hakikaten Xitoyni iqtisodiy jihatdan ig'ir zarbaga uchiradigan bir jazo embargosi hisoblanadi. Burunmu Bingtuanga qo'yilgan bu embargoda ve Bingtuanninki boshlig'i bo'lgan 2 Xitoy amaldoriga jazo o'yg'irlangan Uyg'urlarning, Uyg'ur milletinin qanini emayotgan, yiligini sho'rayotgan Bingtuan deydigan bu ko'chman, parazit ve zulümkar, cinayetkar bir kuruluşunun chet elde 862.600 şirketi bağlığı açıklangan. Bu Amerika bu şirketlerinin peşiga tushgan. Yani Bingtuanning chet eldagi shirkatlari Sharqi Turkistondagi Bingtuanning iqtisodiy hajmidan 34 misli hassa büyüklükka ega. Sharqi Turkistonda 2018 yılı 5.400.000 tonna paxta ishlab chiqarildi. Bu miktar bütün Xitoyda ishlab chiqarilgan paxta miqdorining 85%'ni egallaydi. Bu Xitoyning o'zining sonliq ma'lumoti. Bingtuan Sharqi Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta mahsulotining yarmiga hukm qiladi. Yani
Şərqi Türkistanda işləp çıxırılğan paxta məhsullarının yarımı Bingtuan'da işləp çıxırıldı. Bingtuan Şərqi Türkistanın ən munbət zəminlərini tatıb alğan və su mənbələrini kontrol qılğan. Küz günləri Xotandan, Qashqardan, Aqsudan dixallarını toplap qul işçi qılıb qancha yıldan beri Bingtuan'daki paxta tiriş işlərə selivatıdı. Bu mu bir mecburi əmgək. Yani 4 yıldan beri Şərqi Türkistanda əzan işçi işletiş üçün Xitayınınki içki ülkelerdeki nurgun paxta toxumuşluq zavodları Şərqi Türkistan'a köçüb geldi. Şunun bilan bu ceza lagerlerinden hatta turmalardaki məhbuslarını, bulupmu siyasi məhbuslarını, ceza lagerdeki Uygurlarını bu tekstil fabrikalarda Xitaylar ülə tirilişi qarmay işiltib gəlməkdə. Ama Şərqi Türkistan'da işlep çıkarılgan bu mallardan, yani bu paxta məhsullardan Uygur halkı hiç kandak menfaatki erişkini yok. Belki bu məhsullarla Uygur halkı için bir dert elem, azap bulup boynuğa bağlanmakta. Şuna Amerika'nın bu kıtımkı kattık ambargosu, yani Amerika'nın bütün kiriş ağızlarında, yani tamojni kiriş ağızlarında Xitaydan kelgen paxta məhsullarını, toxumçuluq məhsullarını tutup qilish, vaqtliq tutup qilib, onun Bingtuan bilan alaqası barmı, yo'qmi? O tekshirilib, tamamen alaqası bo'lmaganlarni qo'yib etib, qolganlarning hammasini davlat el qo'ydigan bir shunday buyruqning chiqarilganligi haqiqatan biz uchun ko'nglimizni biroz bo'lsa-mu tasalli qiladigan bir hoş haber. Yani tünügün Amerika Davlat Bexatarlik Ministerligi'nin muvaqqat muavin katibi Ken Kuchilni degan kishi bayonot e'lon qilib, Amerikada qul ishchi ishlatgan Xitoy mallarının elishini kesinlikle red qildiganligini e'lon qildi. Ve Xitayning ceza lagerlarida, turmalarda tutayotgan insonlarni mecburi emgekke silishla birlikte dünyada erkin rekabatni tishib ütüp ucuz dunyoga mal setayotganligini, bir yaktan insanlarınki, yani Uygur ve başka Uygurlara okşaş Türkiye halklarını iziş, asimilatsiya qilish, kanını sümürüş, erki qirg'inchilik elib berish orqali dünyada erkin raqobatni buzib tashlaganligi. Çünkü haqsiz yoki intayin az haq bilan ishlagan bu qul ishchilar turmadagi jinoyatchi hisoblangan insonlar bo'libmi, Xitoyning ijtimoiy jinoyatchilarining mutlaq ko'p qismini Sharqi Turkistonga akilib, u yerda ishlatadi, turmalarda. Yani, bu qitim bu turmada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni tamamen cheklangan. Yani, yolg'iz Uyg'urlarninki, yani qul ishchi ishlatgan zavodlar emas, Xitoyning o'zininki ijtimoiy jinoyatchilar olsun, siyasi jinoyatchilar olsun, turmalarda, yani turmadaki jinoyatchi deyilgan insonlarni ishlatib, o turma fabrikalarida ishlab chiqargan mahsulotlarni Amerika tamojnada birdek tutib qilinishi buyruq qilingan. Şunun bilan birga bu buyruq e'lon qilingandan hemen ardından Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendim
bayonot e'lon qilib, Xitoyning bu inson haqlari va Uyg'ur, Qozoq qatorliq u yerdagi yerlik xalqlarga qarshi yurgizilgan irqiy qirg'inchilik, tug'ut cheklash, mecburi emgek, qullar emgigi qatorliq yerlik xalqlarning g'urur iftixorini so'ndiradigan ham jismoniy jihatdan ig'ir zulm qiladigan bu ana zulmlarga qarab turolmaymiz. Buningdan keyin biz Xitoyga ittifoqdoshlarimiz bilan beraber bu zarbini davomli beramiz degan mazmunda o'zining bayonotini e'lon qilgan bo'ldi. Biz Amerikadan kelgan bu xo'sh xabardan intayin memnun. Gerçi bu Xitoyga qilingan jazolar, Xitoyga yurgizilgan embargo Sharqi Turkiston xalqining ko'z yoshini to'xtatmasimi? O'limni to'xtatmasimi? Ularning azobini yengiltalmasimi? Ama Xitoyga büyük bir zarba bo'lib urilmoqda. İnşallah Uyg'urlarning ko'z yoshini to'xtatadigan, Uyg'ur milletining azobini yengillatadigan va ularning kelajagini yuritadigan kunlarmi inşallah pat yaqinda keladi deb umid bilan yashab kelyapmiz. Bu munosabat bilan Amerika hukumatiga, Amerika xalqiga albatta o'zimizning tashakkurini bildirish burchimiz bor deb o'ylayman.